Assalomu alaykum kinoshunavandalari. Sizlarni Fozilmo'y kanalida ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Do'stlarim, kanalda yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Aytgancha, agar sifatli kontentni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, описаниеda qoldirilgan karta raqamiga donat qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat. Bugun biz Street deb nomlangan filmni ko'rib chiqamiz. Faqat o'yinlar o'ynaydigan Jon, u uyda yolg'iz uyg'onadi va onasi unga bozorlik qilib kelishini so'rab xat tashlab ketganligini ko'radi. Yigit kompyuterni yoqadi va streamni boshlaydi. Lekin do'stlari unga hoziroq televizorni yoqishini aytadilar. Televizorda odamlarda birdaniga zo'ravonlik va agressiya belgilari kuchayib ketayotganligi haqida gapirayotgan edi. Jon oynani ochib, ko'chadagi odamlarni qo'rqib qochayotganliklarini ko'radi. Ba'zi bir odamlar esa jahldor bo'lib qolayotgan edilar. Ular boshqa odamlarga hujum qilib, ularni vahshiylarcha tishlayotganini ko'radi. U podyezdagi shovqinni eshitib, eshikni biroz ochib qaraydi. Eshikni ochishi bilanoq uning uyiga bir kishi kiradi va uning qo'shnisi ekanligini aytadi. Jon qo'shnining uydan chiqib ketishini so'raydi, lekin qo'shnining chiqib ketish niyati yo'q edi. Qahramonimiz qo'liga pichoq oladi va u vaqt ichida o'sha qo'shnining ko'zi qonga to'layotganligini ko'radi. U birdaniga o'kirishni boshlaydi va Jonga tashlanadi. Qahramonimiz zombini zo'rg'a tashqariga chiqarib yuboradi. U yerda esa u qo'shnini to'liq zombiga aylanib bo'lganlar bo'laklarga bo'lib yo'q qilib tashlaydilar. Jon eshikni muzlatgich bilan to'sib oladi va yangiliklarni tomosha qilishda davom etadi. Unga onasidan xabar keladi. Xabarda onasi unga ular ham qayerdadir yashirayotganliklarini aytadi. Lekin aloqa yaxshi bo'lmaganligi sabab qahramonimiz onasiga qo'ng'iroq qila olmaydi. U uzoqroq vaqtgacha chidash uchun ovqatlarni ajrata boshlaydi. Televizorda zombilar boshqalarni yeyishligi va ulardan iloji boricha uzoqroq turish kerakligi va virus ochiq yara yoki tishlardan o'tishi haqida aytishadi. Qahramonimiz o'z sahifasida turar joyini belgilangan rasmni yuklab, uni qutqarishini so'raydi. Lekin u rasmni to'liq yuklanishi uchun unga aloqa kerak bo'ladi. U tepada aloqa bo'ladi degan umidda telefonni droniga bog'lab uni o'chiradi. Lekin dronning quvvati tez tugagani sabab reja amalga oshmaydi. Jon ko'chadagi politsiya xodimlari zombilarga qarshi olishayotganligini, lekin juda ham tez mag'lub bo'lishganligini ko'radi. Keyin oynadan qarab bir qizga baqiradi ham, lekin unga baribir hech qanday yordam bera olmaydi. U o'z eshigi oldidagi shovqinni eshitadi va uyiga zombi kirib kelganligini ko'radi. Zombi bilan urushning foydasi yo'q, shuning uchun qahramonimiz balkonga qarab yuguradi va vaqtida egilib qoladi. Zombi esa uni tuta olmay balkondan ko'chaga qulab tushadi. Bir hafta o'tib, Jonning suvi qolmaganligi sabab bardan alkogol icha boshlaydi. Yangiliklarda zombilar o'ylash xususiyatlarini saqlab qolganligi sababli eshik ochish kabi oddiy narsalarni bilishlari va ba'zilari esa ancha aqlliroq ishlarni qila olishlari haqida gapirishadi. 2 haftadan so'ng mas qahramonimiz gallyutsinatsiya ko'ra boshlaydi va bu shunchaki sarob ekanligini, uni hech qanday yo'li yo'q ekanligini bilib to'xtamay yig'lay boshlaydi. Jon selfi tayoqchalarini ishlatib onasidan kelgan ovozli xabarni oladi. Ota-onasi va singlisi otasining ofisiga yashirinib olishgan ekan. Jon ovozli xabarda oilasini qanday yeyishayotganligini eshitib, alamdan to'xtamay yig'lashni boshlaydi. U qo'liga golf kulushkasini oladi va podyezga chiqadi va u yerda bir zombiga baqirib, uni kaltaklashni boshlaydi. Shovqinni boshqa zombilar eshitib, u tomonga qarab yugurib kelishni boshlashadi va qahramonimiz podyez bo'ylab ulardan qochishga majbur bo'ldi. U berkinib oladi va sekin o'z uyiga qaytib kiradi. 20-kun Jon shahar markazida bo'lgan portlashni ko'radi. U sabab elektr kuchi ham, kranda suv ham qolmaydi. Oilasini yo'qotib bo'lgan qahramonimiz tirik qola olmasligini tushunib yetib, o'zini o'ldirishga qaror qiladi. Jon endi o'zini osayotganida uning to'g'risidagi uydan bir qiz uning yuziga lazer tushiradi. U bo'ynini arqondan chiqarishga ulguradi va polga yiqilib tushadi. Jon unga oynadan durbinda qarayotgan qizni ko'radi. Jon u qiz bilan salomlashadi, qiz ham unga javob qaytaradi. Qiz podyezda shovqin eshitadi va zombi uchun qo'ygan qopqonni tekshirishga ketadi. Lekin zombi shunchaki uning uyi oldidan o'tib ketayotgan ekan va hozircha xavfsizligini bilib, qiz uyquga ketadi. Qahramonimiz tongda qizni oynasiga qarab telefonida o'z ismini yozadi. Qiz ham unga javoban uning ismi Yubin ekanligini bildiradi. Lekin ularning suhbatini qizning uyiga bostirib kirib qopqonga tushgan zombi buzadi.
Qiz o'ylab o'tirmasdan zombining boshiga bolta bilan zarba beradi. Keyingi kuni Yubin yigitning qorni ochligini tushunadi va uning balkoniga arqon otadi. Lekin arqon Jonning uyigacha yetib kelmaydi va shuning uchun pastga tushib ketadi. Jon u qizga droni yordamida uzun arqon yuboradi va nihoyat Yubin unga arqon orqali ovqat yuboradi. Qahramonimiz qizga tashakkurlar bildiradi. Jon ko'chada qizni tushib ketgan arqonni o't o'chiruvchi zombi ushlab olgani va qizning uyiga chiqmoqchi ekanligini ko'rib qoladi. Zombi arqonni qattiq tortadi va arqonga bog'langan stol qizga urilib, u hushidan ketadi. Jon u zombiga droni bilan hujum qiladi, lekin zombi dronni bo'laklarga bo'lib tashlaydi. O't o'chiruvchi zombi qizning balkoniga yetib kelgan vaqtida qiz hushiga kelib zombini qo'lini bolta bilan chopib tashlaydi. Shu tunda qahramonimiz qo'shni uyga kirib ovqat topish uchun tayyorlanadi. Qo'shnisining uyida qahramonimiz alpinistlar uchun kerak bo'ladigan kerakli asbob-uskunalar topadi va qo'shnisi sayohat qilishni yaxshi ko'rishini tushunadi. Qahramonimiz ovqatlarni olayotgan vaqtida unga zombi hujum qilib qoladi, lekin u undan qochishni uddalaydi. Qahramonimiz o'zi bilan biroz ovqat va ratsiya olishga ulguradi. U Yubinga topgan ovqati va ratsiyadan birini yuboradi va ular gaplashishni boshlaydilar. Suhbati davomida ularga bir xil ovqat yoqishini bilib oladilar. Yigit Yubinga hayotini saqlab qolgani uchun minnatdorchilik bildiradi. Lekin qiz Jonga u shunchaki sabab bo'lgani va yigitni faqatgina o'zi yashashni xohlagani uchun tirik qolganligini aytadi. Qizning uyidagi arqonni ko'rganimizda esa u ham o'zini o'ldirmoqchi bo'lganligini tushunsak bo'ladi. Bir necha kundan so'ng ko'chadagi och zombilar o'zlariga tirik ovqat izlab uylarga kirishni boshlaydi. Qo'shni binodagi 8-qavatda zombilar yo'qligini ko'rgach, qahramonlarimiz o'sha yerga borishga qaror qiladilar. Qiz mardlarcha zombilarga qarshi jang qiladi va ko'chadagi pistoletni oladi. Qizni tishlashiga oz qolganida Jon uni qutqaradi va ular 8-qavatga chiqadilar. 8-qavatda bir dona zombini ko'rib qoladi, lekin uning baqirishi qolgan zombilarni ham chaqirib oladi va ular qahramonlarimizga tashlana boshlaydilar. Barcha eshiklar yopiq. Qahramonlarimiz hayot bilan xayrlashayotgan vaqtida kutilmaganda bir eshik ochilib, juftlikni ichkariga olib kiradi. Uy egasi juftlikka ajoyib tushlik qilib beradi va radioda qutqaruv jamoasi davlat bo'ylab tirik qolganlarni qidirayotganligi va vertolyotda ular tomonga kelishini kutayotganligini aytadi. Yubin rasmda ularni qutqargan odamning xotini va bolasi va pastki tokchada chaqaloq uchun sut idishiga ko'z tushadi. Lekin u yerda boshqa hech narsa yo'q edi. Yubin chaqaloq haqida savol bersa, ularni qutqargan odam negadir bolasi yo'q deb javob beraverardi. Biroz vaqtdan so'ng esa Jon birdaniga hushini yo'qotadi va Yubin u odamning ulardan yashirayotgan qandaydir siri bor ekanligini tushunib yetadi. Ularni qutqargan kishi Yubinning bo'yniga arqon bog'lab, qo'shni xonada bir necha kundan buyon ovqat yemagan zombi xotinning oldiga uni tushlik sifatida olib kiradi. U xotinning arqonni bo'shatayotgan vaqtida Jon o'ziga keladi va pistoletni qo'lga olib erkakni nishonga oladi. Lekin erkak xotinni ushlab turgan arqonni qo'yib yuboradi va Jon to'ppochasini tashlab arqonni ushlashga majbur bo'ladi. Erkak Jonga arqonni qo'yib yuborishini, shunda u tirik qolishini aytadi. Lekin bir vaqtda Jon arqonni ushlay olmay qoladi va qo'shni xonadagi shovqin bir zumda tinchiydi. Hamma bir vaqtda jim bo'lib qoladi va uy egasi xona eshigini ochganida Yubin u tomonga yuziga latta o'rab olgan zombi xotinni itarib yuboradi. Xotin o'z erini tishlay boshlaydi. Yubin xotinni otib tashlaydi va o'qdan chiqqan shovqin boshqa zombilarni ular qayerda ekanligini bildirib qo'yadi. Qahramonlarimizni boshqa iloji yo'qligini tushunib o'zlarini o'ldirishga qaror qiladilar. Yubin Jonga uni ochish uchun pistolet beradi. Jon qizni nishonga oladi, lekin ota olmaydi. Kutilmaganda juftliklar vertolyotning shovqinini eshitadilar va ularning ortidan zombilar qo'shga qaramay tomga chiqishni boshlaydilar. Qahramonlarimiz tomga chiqib tezlik bilan chiqish yo'llarini berkitadilar, lekin zombilarni bu uzoq vaqt ushlab turmaydi. Zombilar to'siqlarni buzib chiqqan vaqtida vertolyotdagi askarlar yetib keladi va zombilarni otib tashlaydi. Qahramonlarimiz esa vertolyotda uchib ketadilar. Keyin bilishlaricha shaharda allaqachon 50 mingdan ortiq aholi zombiga aylanib bo'lgan ekan. Tirik qolganlar esa Jon kabi yordam so'rab joylarni belgilashayotgan va qutqaruvchilar ularning oldiga ketayotgan ekan. Shu yerda kinomiz yakuniga yetdi.
Do'stlar, kino sizga yoqqan bo'lsa, albatta kanalga obuna bo'lib, videorolikka like bosib qo'yishni unutmang. Biz siz bilan xayrlashmaymiz, keyingi videoroliklarda ko'rishguncha deb qolamiz.